Akbar, tinchlikmi, nimaga qiynalib xonamga kelding? Agar chaqirsang oldinga borardim. Bugun Samirani oldiga boramiz. Kecha aytgandik. Samira Boramiz. Vaziyatga qaraymiz. kecha va'da bergandik. Bugun boramiz. Samirani ko'raman. Senga bir gapni aytib ham bo'lmaydi. Aytyapman-ku, vaziyatga qaraymiz. Hozir Samirani oyisini mazasi yo'q. Vaqti bo'lsa boramiz. Yur, undan oldin nonushta qilib olaylik. Yura qol. Qani ketdik. Akbar, yuzing og'rimayaptimi o'g'lim? Yo'q. Kecha og'ridi. Hozir yaxshi. Agar akang yana qo'lini ko'tarsa, menga aytgin bolam, xo'pmi? Oyi, oshirib boryapsiz. Samiraga boraman. U bilan ko'rishaman. Bo'ldi qil o'g'lim. Nima, bitta sani xotining ketib qolganmi? Samira hozir mendan xafa. O'ziga kelsin, qaytib keladi. Hech kim hech qayerga bormaydi. Xotiningning uyiga yalinib bormaysan. Samira menga kerak. Bo'ldi, bas qil. Oyi, qo'ying, hozir gapirmang. Ko'ryapsiz ahvolini. Yana asabiylashib qolmasin. Qaysi birini ko'ngliga qaray. O'zi hammasi jonimga tegib ketdi. Assalomu alaykum, Ikrom aka. Va alaykum assalom. Shirin? Namuncha? Ertalabdan kelyapsiz. Ertaroq kelaveray degandim. Nonushta qilmasdan keldim. Biror bir muammo bormi? Agarda qaytib ketishim mumkin. Nechida kelay? Yo'q, nima deyapsiz? Shunchaki men shoshib qoldim. Yaxshi qilibsiz kelib. Yuring, uydagilar bilan men sizni tanishtiraman. Birgalikda nonushta qilamiz. Qani? Rahmat. Kelavering. Qani kelavering, tortinmang. Assalomu alaykum. Keling, mehmon. Uzr, dadasi. Bu kishini tanimadim. Bu qizning ismi Shirin. Endi Akbarjonni mana shu qiz davolaydi. O'zi juda ham yaxshi malakali shifokor. Xudo xolasa Akbarjon Shirin bilan tez chiqishib ketishadi. Xush kelibsiz. Qani, marhamat, o'tiring. Rahmat. Juda ham xursand qildingiz-ku, dadasi. Shirin, siz bilan tanishganimdan xursandman. Men ismim Farida. Tanishganimda xursandman. Hozir bir daqiqa. Gulnora. Gulnora. Labbay xonim. Gulnora. Bu kishi Akbarjonni yangi hamshirasi. Bugundan boshlab seni qizing o'rniga Akbarjonga g'amxo'rlik qiladi.
u nima xohlasa, hammasini muhayyo qil. Bizga qanday xizmat qilsang, unga ham shunday qil. Tushundingmi? Endi borib, Shiringa choy olib kel. Buvijon, hech ham tinmaysiz-a? Doim harakatdasiz. Charchab qolmaysizmi? Nega charchayman qizim? Aksincha uyda o'tirib qolsam, a'zoy badanim charchaydi. Endi inson harakat bilan tiriydi. Boringizga shukr, onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Dadam erta o'tib ketdilar. Siz yuzlarga kiring. Bizga bosh bo'lib yuring, onajon. Rahmat. Rahmat bolam. Buvijon, Hı? bobom bilan qanaqa qilib tanishgansizlar? Birinchi uchrashuvinglar haqida aytib bering. Qo'ysangchi qizim. Shuncha yildan keyin Nima qilibdi buvijon, aytib bering. Aytib bera qoling, onajon. nimayam bo'lardi. Bizni paytimizda unaqa uchrashuv, tanishuv degan narsa bo'lmas edi. Men bobayni birinchi chimildiqda ko'rganman. Ana o'sha kuni yuragimda haqiqiy muhabbat paydo bo'lgan. Bekorga aytishmagan. Chimildiqda ko'rganing bilan ilohiy bog'lanasan deb. Bobay menam ikkalamizni o'rtamizda xuddi shunday bo'lgan. Hozir ham ko'zlarimni yumsam, o'sha chimildiq ko'z oldimga keladi. Haligacha ularni ko'rasizmi? Hada? Chimildiq 2 yoshni qalbiga sevgini soladi. Men senga buni tushuntirib bera olmayman. Zo'ru. Ha, qizim? Ha, Nimaga qotib qolding? Yaxshimisan? ha. Yaxshiman, oyi. Hozir mana bu narsalarni yuvib yuboring. Ha, barakalla. Umringdan baraka top. Keyin muzlatgichdan go'shtni olib qo'ygin. Bir o'zim sizlarga chiroyli qilib ovqat pishirib beraman. Nima qilsam ekan? Oyim boshqa narsani aytyaptilar. Dadam esa umuman boshqa xayolda yuribdilar. Kimga quloq solishni ham bilmay qoldim. Samira, o'zing nima istaysan? Yuraging nima ilinchida? Nima deysan? Ay, Nimani kuygan hidi chiqdi? ha, ja kulguli. Qo'limni kuydirib oldim. Qattiq og'riyaptimi? Nima yordam bera olasizmi? Balkim. Qani? Qaniydi kuygan yuraklarga ham davo bo'la oladigan shunaqa malham bo'lsa, Unaqasi yo'q. balki bordir. Faqat o'sha malhamni surtishdan qo'rqyapmiz. Samira, Shohrux aka, ko'zlaringizdan sezib turibman, sizga ham o'sha malham kerak. Nimaga mendan o'zingizni olib qochyapsiz? Balki o'sha dardingizga davo qilishingizda turgandir.